ko'chaga chiqma. 2 metrga bitta pundan o'tib qo'yadi, rishotkani qilgan topib devor urib oladi. Bu ko'chani haqqi. Mumkin emas desa, quloq solmaydi. Mana shu taklifi amrga ko'nmaslik, taslim bo'lmaslik. Hamma uylar qator bitta liniyada turibdi, 2 metr chiqib turib devor urib olgan darvozaxona qilib. Bu Allohga yoqmaydi, bu yaxshi emas desa unamayapti. Ha mana shu odam taklifi amrga bo'ysunmayapti. Roza tutamiz. Saraton kunlarida. Kun uzun, kun issiq, 30 kun davom etadi. Nimaga endi tutish kerak? Tutmay qo'ysa bo'lmaydimi? Qishda tutsa bo'lmaydimi? Mana shu taklifi amalga taslim bo'lmaslik. Haj. Nimaga endi Saratonda borish kerak? Keyin borsa bo'lmaydimi? Tavof qilish shartmi? Ihromga noqulay kiyim ekan. Ha? Shuna deyapsizmi? Demak, siz Allohni sizga yuklagan taklifi amalini hikmatini tushunmabsiz. Siz Allohning amriga taslim bo'lmabsiz.